Bugun men sizlarga juda muhim masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. 1 avgustdan qariyalar, pensionerlar va ijtimoiy yordam oladigan oilalar atrofida ko'p gap bo'layotgan prezidentning 3 million so'mlik yordami nimaga sarflanishi mumkin? Kim bunga haqli? Kim shoshilmasligi kerak? Kim esa hujjatlarni darhol tekshirtirishi zarur? Bu ma'lumotni oxirigacha eshitmasangiz, oddiy bir xato sabab yordamdan kechikishingiz, noto'g'ri odamga ishonib pulingizdan ayrilishingiz yoki sizga tegishli bo'lgan imkoniyatdan foydalanmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu mavzu faqat bir oilaga emas, deyarli har bir xonadonga taalluqli. Avvalo men eng asosiy savolga javob beraman. Odamlar orasida tarqalayotgan 20 million so'm pul deganda nimani tushunish kerak? Bunday xabarlarda eng katta muammo shuki, ayrimlar uni hamma qariyalarga bir xil naqd pul tarqatiladi deb tushunadi. Aslida har qanday davlat yordami aniq tartib, aniq toifa va aniq hujjat asosida beriladi. Agar yordam ijtimoiy qo'llab-quvvatlash sifatida belgilangan bo'lsa, u odatda ehtiyojmandlik, yosh nogironlik, yolg'iz yashash, parvarishga muhtojlik, pensiya miqdori, oilaviy ahvol yoki mahalladagi ijtimoiy daftarlar orqali aniqlanadi. Oldin ko'p hollarda odamlar yordam olish uchun bir nechta idoraga qatnar edi. Mahallaga boradi, keyin tuman bo'limiga boradi, keyin bankka boradi, keyin yana hujjat yetishmaydi. Qariyalar uchun bu juda og'ir. Ayniqsa, yolg'iz yashaydigan otaxon yoki onaxon bir kun ichida shuncha joyga bora olmaydi. Ba'zan farzandlari boshqa shaharda bo'ladi. Ba'zan kimdir hujjatlarni tushunmaydi. Ba'zan esa telefonga kelgan xabarni ham o'qiy olmaydi. Shuning uchun hozirgi o'zgarishlarning eng muhim tomoni shundaki, yordamlar tobora ko'proq raqamli tizimlar, mahalla ma'lumotlari va ijtimoiy himoya organlari orqali tekshirilmoqda. Ammo men shu joyda ogohlantiraman. 1 avgustdan degan sana eshitilganda, darhol kimdir pul tarqatilyapti, karta raqamingizni yuboring, plastikingizni menga bering, SMS kodini ayting deb chiqsa, bu juda xavfli. Davlat yordami hech qachon begona odamga SMS kod aytish orqali rasmiylashtirilmaydi. Hech qaysi mahalla xodimi, bank xodimi yoki ijtimoiy xizmat vakili sizdan plastik kartangiz parolini so'rashi mumkin emas. Agar shunday holat bo'lsa, men buni yordam emas, firibgarlik belgisi deb baholayman. Endi asosiy masalaga o'tamiz. Bu 20 million so'm nimaga sarflanishi mumkin? Men buni hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Agar yordam ijtimoiy ehtiyoj uchun berilayotgan bo'lsa, uning maqsadi qariyaning kundalik hayotini yengillashtirishdir. Ya'ni pulni birinchi navbatda doriga, davolanishga, oziq-ovqatga, kommunal to'lovlarga, zarur kiyim-kechakka, uyda yashash sharoitini yaxshilashga yoki parvarish xizmatlariga sarflash mantiqan to'g'ri bo'ladi. Lekin aniq tartib rasmiy hujjatda qanday yozilgan bo'lsa, o'sha tartib ustuvor hisoblanadi. Men doim aytaman, gap og'zaki xabarda emas. Qaror, farmon, nizom yoki mahalla orqali berilgan rasmiy tushuntirishda. Masalan, 72 yoshli onaxon 20 million 500 ming so'm yordam olsa, u pulni avvalo qon bosimi dorilari, yurak dorilari, shakar kasalligi uchun test lenta, vitamin yoki shifokor tavsiya qilgan boshqa zarur vositalarga ishlatishi mumkin. Bugun oddiy dorixonaga kirsangiz, bir oylik dorixona 300 ming so'mdan 800 ming so'mgacha chiqib ketadi. Agar odamda ikkita kasallik bo'lsa, xarajat yanada oshadi. Shuning uchun bunday yordamni eng avvalo sog'liq uchun ishlatish oqilona. Chunki qariya vaqtida dori ichmasa, ertaga ahvoli og'irlashadi, tez yordam chaqiriladi, shifoxona xarajati ko'payadi. Demak, 5 millionni dori uchun ishlatish faqat bugungi xarajat emas, kelajakdagi katta muammoning oldini olishdir. Ikkinchi misol, 6800 yoshli otaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida. Qishda gaz, elektr, suv, chiqindi va boshqa to'lovlar yig'ilib qolgan. Bunday odam uchun 2,5 million so'm qarzdorlikni yopishga yordam beradi. Chunki kommunal qarz ko'payib ketsa, odam har oy qo'shimcha bosim ostida qoladi. Qariya nafaqasini oladi. Lekin darhol qarzga ketadi. Keyin oziq-ovqatga pul yetmaydi. Shu sabab yordam mablag'ini kommunal to'lovlarga yo'naltirish ham juda to'g'ri qaror bo'lishi mumkin. Eng muhimi, to'lov cheklarini saqlab qo'yish kerak. Ertaga kimdir pul qayerga ketdi desa, odam aniq ko'rsatadi. Mana elektr, mana gaz, mana suv to'lovi. Uchinchi misol, bir oilada bu nabirlari bilan yashaydi. Uyda daromad bor, lekin barqaror emas. Bu pensiya oladi. Lekin ko'p xarajat dori va oziq-ovqatga ketadi. 1 million so'mga guruh yog', un, go'sht, tuxum, sabzavot, choy, shakar, gigiyena vositalari olish mumkin. Bu yerda ham aqlli yondashuv kerak. Men tavsiya qilaman. Pulni bir kunda keraksiz
narsalarga sarflab yubormang. Avval ro'yxat tuzing. Masalan, 300 ming so'm dori, 500 ming so'm oziq-ovqat, 300 ming so'm kommunal, 200 so'm gigiyena, 200 ming so'm zaxira. Shunda pulning foydasi ko'rinadi. 4-misol, qariya yurishga qiynaladi. Uyida qo'ltiqda yo'q. Tibbiy belbog', eshitish apparati, ko'zoynak yoki ortopedik poyabzal kerak. Bunday xarajatlar ko'pincha kechiktiriladi. Chunki hali yurib turibman, hali ko'rib turibman deb yuriladi. Lekin bu juda xavfli. Ko'zi yaxshi ko'rmaydigan onaxon zinadan yiqilsa, davolanishi 20 milliondan ancha ko'pga tushadi. Eshitish apparati bo'lmasa, u shifokor gapini, oiladagilar gapini. Ko'chadagi xavfni vaqtida eshitmaydi. Demak, yordamni salomatlik va xavfsizlikni ta'minlaydigan buyumlarga sarflash ham juda muhim. Endi kimlar albatta e'tibor berishi kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan qariyalar. Chunki ular ko'pincha o'z haqi talab qilmaydi, idoralarga bormaydi. Menga ham bo'ladimi deb so'ramaydi. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan qariyalar. Ularning ehtiyoji oddiy pensionerdan ko'proq bo'lishi mumkin. Dori, parvarish, maxsus vosita transport xarajati. Uchinchi toifa pensiyasi juda kam bo'lganlar. To'rtinchi toifa farzandlari bo'lsa ham amalda moddiy yordam ola olmayotgan qariyalar. Bunday holatda farzandi bor ekan degan gap bilan cheklanib qolmaslik kerak. Muhimi real hayotdagi ahvol. Qariya ovqatga, doriga to'lovga qiynalyaptimi yoki yo'qmi? Kimlar esa ortiqcha vahima qilmasligi kerak. Agar odamning daromadi yetarli bo'lsa, oilasi to'liq ta'minlayotgan bo'lsa, mahallada ehtiyojmand sifatida ro'yxatda turmasa, rasmiy mezonlarga tushmasligi mumkin. Bu yomon degani emas. Davlat yordami avvalo eng muhtoj odamlarga yo'naltiriladi. Shuning uchun kimdir oladi, kimdir olmaydi. Bu yerda eng muhim narsa adolatli tekshiruv va to'g'ri ma'lumotdir. Men ko'p ko'rganman, bir odam haqiqatan qiynaladi. Lekin hujjati joyida emas. Boshqa odam esa hamma hujjatini vaqtida topshirgani uchun tezroq yordam oladi. Demak, masala faqat muhtojlikda emas, hujjat va tizimdagi ma'lumotlarning to'g'riligida ham. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarni tushuntiraman. Birinchi xato: menga ham avtomatik tushadi deb kutib o'tirish. Ayrim yordamlar avtomatik tayinlanishi mumkin, lekin hammasi emas. Ba'zi holatda mahalla orqali o'rganish bo'ladi. Ba'zi holatda ariza yoziladi. Ba'zi holatda tibbiy ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar sizning ma'lumotlaringiz bazada eski bo'lsa, masalan yashash manzilingiz o'zgargan, telefon raqamingiz boshqa, pensiya kartangiz yangilangan, nogironlik muddati uzaytirilgan bo'lsa, tizim sizni to'g'ri ko'rmasligi mumkin. Ikkinchi xato: yordam pulini farzandlar yoki qarindoshlar o'z ehtiyoji uchun ishlatib yuborishi. Men buni juda jiddiy masala deb bilaman. Agar pul qariyaning nomiga berilsa, bu pul birinchi navbatda qariyaning ehtiyoji uchun sarflanishi kerak. Uyga umumiy kerak edi deb telefon olish, qarindoshning qarzini yopish, to'yga ishlatish, nabiraning shaxsiy xarajatiga berish noto'g'ri. Albatta, qariya o'zi rozilik bildirishi mumkin, lekin rozilik bosim ostida bo'lmasligi kerak. Agar otaxonning dori puli yo'q bo'lsa, uning nomiga kelgan yordamni boshqa joyga ishlatish insoniy jihatdan ham, huquqiy jihatdan ham savol tug'diradi. Uchinchi xato: firibgarlarga ishonish. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda 1 avgustdan hammaga 1 million havolaga kiring, kartangizni ulang, anketani to'ldiring degan xabarlar ko'payishi mumkin. Men aniq aytaman, rasmiy yordamni tekshirish uchun faqat rasmiy manbalardan foydalaning. Mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi pensiya jamg'armasi, bankning rasmiy kol markazi, May 9 kabi davlat xizmatlari manbalari orqali aniqlang. Telegramdagi noma'lum kanal, begona havola, shubhali anketa. Tezroq yuboring, joy cheklangan degan gaplar xavf belgisi. 4-nozik masala: yordam naqd beriladimi yoki karta orqalimi? Bu ham tartibga bog'liq. Agar pul bank kartaga tushsa, karta egasining o'zi foydalanishi kerak. Agar qariya bankomatga bora olmasa, ishonchli yaqiniga yordam so'rashi mumkin. Lekin SMS kod, PIN kod va karta ma'lumotlarini har kimga bermaslik kerak. Agar vakil orqali olish zarur bo'lsa, qonuniy ishonchnoma masalasi ko'rib chiqiladi. Chunki og'zaki men nabrasiman degan gap hamma joyda yetarli bo'lavermaydi. 5-nuanje: ayrim yordamlar maqsadli bo'lishi mumkin. Masalan, faqat dori uchun, faqat oziq-ovqat uchun, faqat kommunal xarajat uchun yoki faqat ijtimoiy xizmat uchun berilishi ehtimoli bor. Agar shunday bo'lsa, pulni boshqa narsaga ishlatish keyinchalik muammo tug'diradi. Shuning uchun odam pul tushganini ko'rishi bilan darhol sarflamasin. Avval mahalladan yoki mas'ul tashkilotdan so'rasin, bu mablag' erkin sarflanadimi yoki maqsadli yordammi? Hisobot kerakmi? Chek saqlash shartmi?
Qaysi muddatda foydalanish kerak? Mana shu savollarni berish odamni keyingi tushunmovchiliklardan himoya qiladi. 6-masala, bir xonadonda bir nechta qariya bo'lsa nima bo'ladi? Masalan, xotin pensioner. Bunday vaziyatda yordam shaxsga beriladimi yoki oilaga beriladimi? Tartibdan kelib chiqadi. Agar yordam har bir ehtiyojmand qariyaga alohida belgilansa, ikkala odam ham ko'rib chiqilishi mumkin. Agar yordam xonadonning ijtimoiy ahvoliga qarab berilsa, bitta oilaga bitta yordam bo'lishi mumkin. Shu sabab qo'shnim ikkalamiz ham qariyamiz. Unga tushdi, menga tushmadi deb xulosa qilishdan oldin mezonni tekshirish kerak. Qo'shnining nogironligi bor bo'lishi mumkin. Yolg'iz yashashi mumkin. Ro'yxatda turishi mumkin. Sizda esa ma'lumotlar boshqa ko'rinishda bo'lishi mumkin. 7-masala, pensiya oladigan odam avtomatik ravishda ehtiyojmand hisoblanadimi? Yo'q, har doim ham emas. Pensiya yoshi bir mezon, lekin ehtiyojmandlik alohida masala. Masalan, bir pensionerning pensiyasi bor, qo'shimcha daromadi bor, farzandlari bilan birga yashaydi. Uy-joy sharoiti yaxshi. Boshqa pensioner esa yolg'iz, kasal, dori xarajati katta, pensiyasi kam. Ikkalasi ham qariya, lekin ehtiyoj darajasi bir xil emas. Davlat yordami adolatli bo'lishi uchun mana shu farq ko'riladi. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz yoki oilangizdagi qariyaning hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya kartasi, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma bo'lsa, uning amal qilish muddati, yashash manzili. Telefon raqami, bank karta ma'lumotlari tartibda bo'lishi kerak. Agar qariya yolg'iz yashasa, buni mahalla bilishi kerak. Agar qariya parvarishga muhtoj bo'lsa, tibbiy xulosa yoki shifokor ko'rigi haqidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, mahalla fuqarolar yig'iniga boring yoki telefon orqali bog'laning. Savolni umumiy bermang, aniq bering. 1 avgustdan qariyalar uchun 20 million so'mlik yordam haqida eshitdim. Bizning xonadondagi falonchi pensioner bu toifaga kiradimi? Qaysi hujjat kerak? Ariza yozish kerakmi? Ro'yxatda bormi deb so'rang. Ana shunda sizga aniq javob berish osonlashadi. Agar keyin kelavering deyishsa qachon? Qaysi mas'ul xodimga qanday hujjat bilan kelishni yozib oling. 3-qadam, tuman ijtimoiy himoya bo'limidan ma'lumot oling. Hozir ijtimoiy himoya tizimi qariyalar, nogironligi bo'lganlar, yolg'izlar va ehtiyojmand oilalar bo'yicha muhim rol o'ynaydi. Agar mahallada javob noaniq bo'lsa, tuman darajasida aniqlashtiring. Men tavsiya qilaman, borayotganda hujjatlarning asl nusxasi va oddiy nusxasini olib boring. Har ehtimolga qarshi qariyaning telefon raqami, bank kartasi qaysi bankdan ochilgani, pensiya qayerga tushishi haqida ma'lumot ham tayyor bo'lsin. 4-qadam, ariza kerak bo'lsa, uni aniq yozing. Arizada men falonchi, falon manzilda yashayman, yoshim falon, pensiya olaman, sog'lig'im yoki ijtimoiy ahvolim sabab moddiy yordamga muhtojman. 1 million so'mlik ijtimoiy yordam masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Mazmunda yoziladi. Agar dori xarajati katta bo'lsa, doimiy dori-darmon xarajatlarim bor deb qo'shing. Agar kommunal qarz bo'lsa, kommunal to'lovlardan qarzdorlik mavjud deb yozing. Agar yolg'iz yashasa, buni ham albatta ko'rsating. 5-qadam. Dalillarni tayyorlang. Masalan, dorixonadan olingan chek, shifokor yozgan retsept, kommunal qarzdorlik kvitansiyasi, pensiya miqdorini ko'rsatuvchi ma'lumot, nogironlik hujjati, yolg'iz yashash holatini tasdiqlaydigan mahalla ma'lumoti. Nega bu kerak? Chunki mas'ul odam sizning og'zaki gapingizga emas, hujjatga qarab qaror qiladi. Hujjat bo'lsa, masala tezroq va aniqroq ko'riladi. 6-qadam, pul tushgandan keyin xarajat rejasini qiling. Men buni juda muhim deb hisoblayman. Qariyaga kelgan mehr 10 million so'mni oilada ochiq muhokama qiling. Lekin qarorni qariyaning ehtiyojidan kelib chiqib qabul qiling. Masalan, birinchi navbatda dori, keyin oziq-ovqat, keyin kommunal. Agar qariya qishda sovuq uyda o'tirayotgan bo'lsa, isitish bilan bog'liq xarajat ustuvor bo'lishi mumkin. Agar uning ko'rigi kechikayotgan bo'lsa, shifokorga borish va tahlil topshirish birinchi o'ringa chiqadi. 7-qadam. Chek va kvitansiyalarni saqlang. Hatto hisobot talab qilinmasa ham, men baribir saqlashni maslahat beraman. Chunki bu oilaning o'zida ham shaffoflik beradi. Pul qayerga ketdi degan savol bo'lmaydi. Bundan tashqari, keyingi yordamlar uchun ham foydali. Mas'ul xodim ko'radi. Odam haqiqatan ham pulni zarur ehtiyojga ishlatgan. 8-qadam. Agar rad javobi berilsa, sababini so'rang. Yo'q deyishdi deb ketib qolmang. Qaysi mezonga tushmadim? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qayta murojaat qilishim mumkinmi? Qachon deb so'rang. Ba'zan rad javobi doimiy emas, vaqtinchalik bo'ladi. Masalan, ma'lumot bazada chiqmagan,
nogironlik muddati yangilanmagan, manzil mos kelmagan, ariza to'liq yozilmagan. Bunday xatolarni tuzatsa bo'ladi. 9-qadam, shubhali taklif bo'lsa darhol to'xtang. Sizga kimdir pul chiqarib beraman, 200 ming so'm xizmat haqi berasiz desa ishonmang. Karta raqamingizni, amal qilish muddatini, orqa tarafdagi kodni yuboring desa umuman yubormang. SMS kodni ayting, yordamni aktiv qilamiz desa bu firibgarlik. Rasmiy yordamni olish uchun begona odamga karta kodi aytilmaydi. Qariyalarga buni alohida tushuntiring. Chunki firibgarlar aynan ishonuvchan, texnikani yaxshi bilmaydigan odamlarni nishonga oladi. 10-qadam, oilada qariyaning roziligini hurmat qiling. Men ko'p oilalarda shuni ko'raman. Qariya nomiga yordam keladi, lekin qarorni boshqalar qabul qiladi. Bu noto'g'ri. Albatta qariya hisob kitobni bilmasligi mumkin, bankomatdan pul yecha olmasligi mumkin, lekin uning ehtiyoji birinchi o'rinda turishi shart. Unga oddiy tilda tushuntiring. Sizga shuncha pul tushdi. Mana dori kerak, mana to'lov bor, mana oziq-ovqat kerak. Qanday qilamiz deb maslahat qiling. Bu nafaqat moliyaviy, balki axloqiy masala ham. Yana bir muhim maslahat. Agar qariya uydan chiqa olmasa, mahallaga bu haqda ayting. Ba'zi hollarda mas'ul xodim uyga kelib o'rganishi, hujjatlarni joyida ko'rishi mumkin. Hamma qariyadan idoraga borishni talab qilish to'g'ri emas. Ayniqsa yotib qolgan, nogironligi bo'lgan, ko'zi ojiz yoki yurishi qiyin odamlar uchun oilasi yoki qo'shnilari yordam berishi kerak. Lekin yordam berayotgan odam ham halol bo'lishi shart. Hujjatni olib, ishni bitirmay yurmaslik, pulni o'zlashtirmaslik, qariyaning nomidan yolg'on ma'lumot bermaslik kerak. Men yana shuni aytaman, har bir xabarni tekshiring. Agar siz videoni ko'rib, demak hammaga pul berilar ekan deb tushunsangiz, bu noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri tushuncha shunday, bil. 5 million so'm atrofidagi yordam haqida gap ketayotgan bo'lsa, u aniq mezon va tartib asosida beriladi. Kimga tegishi hujjat, ehtiyoj va rasmiy ro'yxat orqali aniqlanadi. Pulni qariyaning real ehtiyojiga sarflash kerak. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish zarur. Har bir holatda mahalla va ijtimoiy himoya organlaridan rasmiy ma'lumot olish kerak. Xulosa qilib aytsam, 1 avgustdan qariyalar uchun 20 million so'm masalasi oddiy gap emas. Bu pul kim uchundir to'g'ri. Kim uchundir oziq-ovqat, kim uchundir oziq-ovqat, kim uchundir kommunal qarzdan qutulish, kim uchundir ko'zoynak yoki tibbiy vosita degani. Lekin eng muhim qoida shuki, avval rasmiy tartibni tekshiring, hujjatlarni tayyorlang. Pulni qariyaning o'z ehtiyojiga sarflang va hech qachon SMS kod, karta paroli yoki shaxsiy ma'lumotlarni begona odamga bermang. Sizningcha bunday yordam qariyalarga qanday tartibda berilishi kerak? Pul naqd bo'lgani yaxshimi yoki maqsadli? Masalan, dori va oziq-ovqat uchun ajratilgani yaxshimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bu yerda oddiy odamlar tushunadigan tilda pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va qonuniy huquqlar haqida muhim ma'lumotlarni tushuntirib boraman.